Men qamaldim. Qamalganimdan keyin mendan hech qanaqa darak yo'q uydagilarga. Va uydagilarga bironta odam kela olmaydi. Xabar ola olmaydi. Chunki kelganki odam ishog'i ketib qoladi. Uyda taqchillik, yegan ovqatam hatto muammo. Nonam muammo. Shu paytda uyga bir tilamchi keladi. Uyga bir tilamchi keladi-da, tilanib keladi. Keyin endi tilanchi kelib, "Bari nimadir berish kerak" deydi-da, bu ayolimga aytadi, "Biron narsa berib oling" deydi. Deganda ayolim borib nonni, pulni nimadir endi olib chiqib, endi bermoqchi bo'lsa, ali tilamchi, "Kelin, qalaysizlar, yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Buni olib qo'yinglar" deb bir narsani tashiydi. Hazilga bo'lmoqchi bo'ldim, eplolmadim. Men buni har doim gapirganimda baribir yig'i keladi menga. Ozgina iloj yo'q. Mana olib qo'yinglar deydi-da, ali tilamchi ketadi. Uning ichida endi oziq-ovqat bo'ladi, pul bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ashtilamchi mashida. Ya Allah, ya